Bugun men aytadigan ma'lumot pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar, nogironlik nafaqasiz oluvchilar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va umuman har bir xonadonga tegishli. 12 avgustdan boshlab pensiya va nafaqalar bo'yicha tartiblarda muhim o'zgarishlar amalda sezila boshlaydi. Kimdir pulini vaqtida olishi uchun hujjatini to'g'rilashi kerak bo'ladi. Kimdir ortiqcha yugur-yugurdan qutuladi. Kimdir esa oddiy bir xatoni vaqtida tuzatmasa, to'lov kechikishi yoki qayta hisob-kitob masalasi chiqishi mumkin. Men sizga vahima tarqatish uchun emas, aksincha nima o'zgarayotganini oddiy tilda tushuntirish. Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi hujjatlarni tekshirish kerak? Qayerga murojaat qilish kerakligini aniq aytish uchun shu mavzuni tayyorladim. Chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirida beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini ham, asabini ham, vaqtini ham tejaydi. Avval pensiya masalalarida ko'p narsa qog'oz hujjatga, fuqaroning o'zi yugurishiga va turli idoralardan ma'lumot olib kelishiga bog'liq edi. Masalan, odam pensiya yoshiga yetdi. Lekin ish staji bo'yicha ma'lumotlar to'liq elektron bazada ko'rinmadi. Shunda u eski ish joyiga boradi, arxivga murojaat qiladi, mehnat daftarchasidan nusxa oladi, maosh bo'yicha ma'lumotnoma topishga harakat qiladi. Ishxona yopilib ketgan bo'lsa, yana alohida muammo. Ba'zi odamlar birgina stajni tasdiqlash uchun oylar davomida yurardi. Endi asosiy yo'nalish shuki, pensiya tizimida ma'lumotlar ko'proq elektron almashinuv orqali tekshiriladi. Ariza va hujjatlarni ko'rib chiqishda inson omili kamayadi. To'lovlar bo'yicha nazorat kuchayadi. Ortiqcha to'lovlar, noto'g'ri tayinlangan pensiyalar, manzil va bank ma'lumotlaridagi xatolar tezroq aniqlanadi. Bu yaxshi tomoni. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Bazadagi xato endi tezroq yuzaga chiqadi. Masalan, pasport ma'lumoti yangilangan, lekin bank kartasidagi ma'lumot eski. Yashash joyi o'zgargan, lekin tizimda yangilanmagan. Nogironlik muddati tugagan. Lekin odam qayta ko'rikdan o'tishni unutgan. Mehnat stajining bir qismi elektron bazaga tushmagan. Mana shunday holatlar 12 avgustdan keyingi amaliy tartiblarda ko'proq ahamiyat kasb qiladi. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Avval ayrim masalalarda tizim sekin ishlagani uchun xato ham sekin ko'rinardi. Endi ma'lumotlar avtomatik solishtirilgani sababli xato tez ko'rinadi. Bu degani, kimning hujjatlari joyida bo'lsa, u odam uchun tizim qulaylashadi. Kimning hujjatlarida chalkashlik bo'lsa, u odam oldindan tayyorlanish kerak. Asosiy qism B. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olish kerak va kim xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchi katta masala pensiya tayinlash va qayta hisoblashda ma'lumotlarning to'g'riligi. Agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz, eng avvalo 3 ta narsani tekshiring. Shaxsiy ma'lumotlaringiz, bank yoki to'lov usulingiz, pensiya hisob-kitobingizga ta'sir qiluvchi staj va imtiyozlar. Bular oddiy ko'rinadi, lekin amalda eng ko'p muammo shu yerda chiqadi. Masalan, bir pensioner 2 million 300 ming so'm pensiya oladi. U yaqinda plastik kartasini almashtirgan, lekin yangi karta rekvizitlari ijtimoiy to'lov tizimida to'liq yangilanmagan. Natijada to'lov kuni pul tushmaydi. Odam pensiyamni kesib qo'yishdi deb xavotirga tushadi. Aslida muammo karta ma'lumotida bo'lishi mumkin. Shuning uchun karta muddati tugayotgan bo'lsa, yangi karta olgandan keyin bankda pensiya tushumi uchun karta bog'langanini tekshirtirish kerak. Ikkinchi misol. Ayol kishi 54 yoshda pensiyaga chiqishga tayyorgarlik ko'ryapti. Mehnat staji 25 yil deb o'ylaydi. Lekin elektron bazada faqat 10 yil ko'rinadi. Chunki 1990 yillardagi ish joyi yopilgan, ma'lumot arxivida qolgan. Agar u oldindan tekshirtirmasa, pensiya tayinlash vaqtida hujjat yetishmaydi. Pensiya miqdori pastroq hisoblanishi yoki jarayon cho'zilishi mumkin. Agar oldindan arxiv ma'lumotnomasini olsa, mehnat daftarchasidagi yozuvlarni tasdiqlatsa, muammo ancha kamayadi. Uchinchi misol. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchi fuqaroning tibbiy ko'rik muddati belgilangan bo'ladi. Agar nogironlik muddatsiz berilgan bo'lsa, boshqa gap. Lekin muddatli bo'lsa, qayta ko'rik sanasini o'tkazib yuborish xavfli. Chunki tizimda muddat tugagani ko'rinsa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi yoki qayta tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Bunda odam menga nisbatan adolatsizlik bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin aslida muddat masalasi hujjatda yozilgan bo'ladi. 4-misol. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya olayotgan oila bor. Farzand 15 yoshga to'lgan, lekin kollej, texnikum yoki oliy ta'limda kunduzgi shaklda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim hollarda to'lov davom etishi uchun o'qish joyidan ma'lumot kerak bo'ladi.
Agar bu ma'lumot tizimda avtomatik ko'rinmasa yoki vaqtida tasdiqlanmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Demak, talaba farzand bor oilalar o'qish haqidagi ma'lumotni oldindan tekshirib qo'yishi kerak. Kimlar xavotir olishi kerak? Men eng avvalo quyidagi toifadagi odamlarni ogohlantiraman. Birinchisi, pensiya yoshiga yaqinlashganlar, erkaklar, ayollar, ayniqsa oxirgi yillarda ishlagan joylari tez-tez almashganlar, mehnat daftarchasida yozuvlar noaniq bo'lganlar, eski korxonada ishlaganlar, arxiv ma'lumotiga muhtoj bo'lganlar. Ikkinchisi, nogironlik bo'yicha to'lov oluvchilar. Agar nogironlik muddati tugash sanasi yaqin bo'lsa. Uchinchisi, boshqa hududga ko'chgan pensionerlar. Chunki yashash manzili, mahalla, bank to'lov yetkazib berish tartibi o'zgargan bo'lishi mumkin. To'rtinchisi, pensiyani naqd shaklda oladiganlar. Chunki yetkazib berish grafigi, manzil, shaxsni tasdiqlash holatlari muhim bo'ladi. Beshinchisi, pensiya hisob kitobi noto'g'ri deb o'ylayotganlar, lekin haligacha ariza bermaganlar. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning pasportingiz, ID kartangiz, bank kartangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, nogironlik hujjatingiz, staj ma'lumotlaringiz tartibda bo'lsa, pensiyangiz har oy bir xil tartibda tushayotgan bo'lsa, sizda katta xavotirga asos yo'q. Lekin xotirjam bo'lish umuman tekshirmayman degani emas. Men har bir pensionerga kamida bir marta o'z pensiya ma'lumotlarini tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki ba'zan odam yillar davomida kamroq pensiya olayotganini bilmaydi. Sababi bitta hujjat hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Bu yerda yana bir muhim jihat bor. Islohotlar faqat pulni oshirish yoki kamaytirish haqida emas. Ko'pchilik 2 avgustdan pensiya oshadimi deb so'raydi. Men buni aniq aytaman, har qanday o'zgarishni faqat rasmiy qaror, farmon yoki vakolatli idora e'lon qilgan ma'lumot asosida baholash kerak. Tizimdagi islohot to'lov tartibi, hisoblash mexanizmi, ma'lumotlarni tekshirish, ariza topshirish usuli, qayta hisoblash jarayoni elektron bazalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun hammaning pensiyasi falon so'mga oshadi degan gapni eshitsangiz, darhol ishonib ketmang. Avval rasmiy manbani tekshiring. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan nuqtalarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, ortiqcha to'lov. Ba'zan fuqaro pensiya yoki nafaqani qonuniy asos tugagandan keyin ham olib qo'ygan bo'lishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi farzandning o'qish holatiga bog'liq, lekin farzand o'qishni tashlagan yoki nogironlik muddati tugagan, qayta tasdiqlanmagan. Agar tizim buni keyin aniqlasa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Odam, men aybdor emasman, pul tushdi oldim deyishi mumkin. Lekin qonunda asossiz olingan to'lovni qaytarish masalasi chiqadi. Shu sababli to'lovingiz nimaga asoslanganini biling. Ikkinchi nozik jihat, ish staji va sug'urta badallari. Eski davrda mehnat daftarchasi asosiy hujjat bo'lgan. Hozir esa elektron ma'lumotlar, soliq va bandlik tizimlari, ish beruvchi topshirgan hisobotlar katta ahamiyatga ega. Agar siz rasmiy ishlagan bo'lsangiz, lekin ish beruvchi ma'lumotlarni to'liq kiritmagan bo'lsa, bu sizga zarar qilishi mumkin. Masalan, 5 yil ishlagansiz, lekin tizimda 3 yil ko'rinadi. Farq 2 yil. Bu 2 yil pensiya tayinlashda yoki miqdorini hisoblashda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun ish beruvchi bilan bog'lanish, arxivdan ma'lumot olish, mehnat daftarchasidagi yozuvni tekshirtirish kerak. Uchinchi nozik jihat, familiya o'zgargan holatlar. Ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan, mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya bo'lishi mumkin. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, stajni bog'lashda savol tug'iladi. Masalan, Karimova Dilbar nomida 12 yil staj bor. Hozir hujjatda Toshmatova Dilbar bo'lsa, tizim buni avtomatik bir odam deb tanimasligi mumkin. Shu sababli nikoh guvohnomasi ajrim bo'lgan bo'lsa, tegishli hujjat, ism familiya o'zgarishi haqida dalolatnoma muhim. To'rtinchi nozik jihat, chet elda bo'lish. Ba'zi pensionerlar uzoq muddat boshqa davlatga ketadi, lekin pensiya O'zbekistondagi kartaga tushaveradi. Bu yerda yashash joyi, shaxsni tasdiqlash, ayrim to'lovlar bo'yicha qonuniy talablar bo'lishi mumkin. Men har doim maslahat beraman. Uzoq muddat chet el ketayotgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya organlaridan o'zingizning holatingiz bo'yicha yozma yoki rasmiy tushuntirish oling. Chunki har bir to'lov turining sharti boshqacha. 5-chi nozikiyat, vafot etgan pensionerning kartasidan pul yechish. Bu juda jiddiy masala. Oila a'zolari baribir otamning pensiyasi edi deb, vafotdan keyin tushgan pulni yechib olishlari mumkin.
Lekin vafot sanasidan keyingi to'lovlar bo'yicha alohida hisob-kitob qilinadi. Asossiz olingan summa qaytarilishi talab qilinadi. Ayrim holatlarda huquqiy javobgarlik masalasi ham chiqishi mumkin. Shu sababli yaqin inson vafot etsa, tegishli idoralarga vaqtida xabar berish, meros va daf puli kabi masalalarni qonuniy tartibda hal qilish kerak. 6-nozik jihat vositachilardan ehtiyot bo'lish. Islohotlar, yangi tartiblar, pensiya qayta hisoblanishi haqida gap chiqqan paytda firibgarlar ham faollashadi. Menga pasportingizni bering, kartangizni bering, pensiyangizni oshirib beraman, bazaga kiritib qo'yaman. 2 avgustdan ro'yxat yopiladi. Pul tashlang degan gaplar bo'lishi mumkin. Hech qachon bank kartangiz parolini, SMS kodini, plastik karta raqami bilan birga maxfiy ma'lumotlarni begona odamga bermang. Davlat xizmati uchun to'lov bo'lsa, u faqat rasmiy kassada, bank orqali yoki rasmiy ilova orqali bo'ladi. Qo'lga pul berib ish bitadi degan gapga ishonmang. 7-nozik jihat pensiya miqdorini noto'g'ri tushunish. Odamlar ko'pincha qo'shnisining pensiyasi bilan o'zini solishtiradi. U ham men kabi ishlagan, lekin 3 million oladi, men 2 million 400 ming olaman deydi. Lekin pensiya miqdoriga ish staji, ish haqi, imtiyozi davrlar, harbiy xizmat, bola parvarishi davri, zararli ish sharoiti, nogironlik guruhi, boshqa qo'shimcha to'lovlar ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun solishtirishda ehtiyot bo'lish kerak. To'g'ri yo'l. O'z hisob-kitobingizni rasmiy tartibda tekshirdirish. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport amal qilish muddati tugamaganmi? Familiya, ism, otasining ismi, barcha hujjatlari bir xil yozilganmi? Tug'ilgan sana xato emasmi? Ayniqsa eski hujjatlarda bitta harf farqi ham muammo keltirishi mumkin. Masalan, o'qdan bir joyda uktam, boshqa joyda oktam bo'lib ketgan bo'lsa, buni oldindan aniqlang. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Pensiya tushadigan karta faolmi? Muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? Telefon raqamingiz kartaga bog'langanmi? Agar karta almashtirilgan bo'lsa, bankdan pensiya tushumi yangi kartaga yo'naltirilganini so'rang. Naqd oladigan pensionerlar esa yashash manzilini, yetkazib berish grafikini va shaxsni tasdiqlovchi hujjatini tayyor tutish kerak. 3-qadam, mehnat stajini tekshiring. Agar siz pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz yoki pensiyangiz kam hisoblangan deb o'ylasangiz, mehnat daftarchangizni, ish joylaridan ma'lumotnomalarni, arxiv hujjatlarini ko'rib chiqing. Qaysi yillarda qayerda ishlagansiz? Ishga kirgan va ishdan chiqqan sanalar bor yo'qligini tekshiring. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qilish mumkin. Arxivga murojaatda ish joyi nomi, taxminiy yillar, lavozim, o'sha paytdagi manzil bo'lsa, qidirish osonlashadi. 4-qadam, nogironlik yoki imtiyoz hujjatlarini tekshiring. Nogironlik muddatsizmi yoki muddatlimi? Qayta ko'rik sanasi qachon? Tibbiy xulosa bazada ko'rinadimi? Agar farzandingiz o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olayotgan bo'lsa va u o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqidagi ma'lumotni tayyorlang. Ba'zi ma'lumotlar elektron kelishi mumkin. Lekin men amaliyotda doim aytaman, muhim hujjatning nusxasi qo'lingizda bo'lgani yaxshi. 5-qadam, yashash manzilini yangilang. Ko'chib o'tgan bo'lsangiz, vaqtincha boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, mahalla, migratsiya, ijtimoiy himoya yoki pensiya organlarida ma'lumotlar mos kelishini tekshiring. Ayniqsa naqd pul oladiganlar uchun manzil juda muhim. Pul olib keluvchi xodim eski manzilga borib sizni topmasa, to'lov kechikishi 6-qadam. Rasmiy murojaat yozishni o'rganing. Agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo mazmuni va talabingiz aniq bo'lsin. Masalan, mening 1995-2002 yillarda falon korxonada ishlagan davrim pensiya hisob kitobiga kiritilmagan deb hisoblayman. Ushbu davrni tekshirib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizaga mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, shaxsiy hujjat nusxasini ilova qilish mumkin. 7-qadam, qayerga murojaat qilishni biling. Pensiya masalalarida odatda pensiya jamg'armasi bo'limlari, davlat xizmatlari markazlari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, mahalla va ijtimoiy himoya organlari orqali ma'lumot olish mumkin. Qaysi masala qaysi idoraga tegishli ekanini aniqlash muhim. Masalan, bank kartasi muammosi bankda hal bo'ladi. Staj muammosi arxiv va pensiya organi bilan hal bo'ladi. Nogironlik muddati
tibbiy ijtimoiy ekspertiza bilan bog'liq bo'ladi. O'qish ma'lumoti ta'lim muassasasi orqali tasdiqlanadi. 8-qadam har bir topshirgan hujjatingizdan nusxa qoldiring. Ariza topshirsangiz qabul qilingan sanasi, raqami, kim qabul qilgani haqida ma'lumot oling. Elektron topshirsangiz ariza raqamini saqlab qo'ying. Telefon orqali aytilgan gapni tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Men doim pensionerlarga farzandlari yoki yaqinlari yordamida alohida papka tutishni maslahat beraman. Unda pasport nusxasi, pensiya hujjatlari, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotlari, bank ma'lumotlari. Tibbiy xulosalar tartib bilan tursin. 9-qadam firibgarlardan himoyalaning. Hech kimga SMS kod bermang, kartangizni rasmiga olib yubormang. Pensiya oshirish uchun oldindan to'lov degan gapga ishonmang. Agar kimdir o'zini idora xodimi deb tanishtirib, telefon orqali maxfiy ma'lumot so'rasa, suhbatni to'xtating va rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Pensionerlarimiz ko'pincha ishonuvchan bo'lishadi. Firibgarlar aynan shundan foydalanadi. 10-qadam 12 avgust atrofida shoshmang, lekin befarq ham bo'lmang. To'lov 1-2 kun kechiksa, avval bankni, keyin tegishli pensiya organini tekshiring. Darhol pensiyam bekor bo'ldi deb vahima qilmang. Lekin biror hujjat talab qilinsa, keyin boraman deb cho'zmang. Chunki pensiya va nafaqa masalalarida vaqt muhim. Ariza qachon berilgani, hujjat qachon tasdiqlangani, muddat qachon tugagani to'lovga ta'sir qiladi. Xulosa qilib aytaman. 12 avgustdan keyingi o'zgarishlarning asosiy ma'nosi shuki, pensiya tizimida tartib, elektron tekshiruv, hujjatlar aniqligi va to'lov intizomi yanada muhim bo'ladi. Hujjatlari to'g'ri bo'lgan pensioner uchun bu qulaylik. Hujjatida xato, stajida bo'shliq, kartasida muammo, nogironlik muddati yoki o'qish ma'lumoti noaniqlik bo'lganlar uchun esa bu ogohlantirish. Bugunoq 3 narsani qiling. Hujjatlaringizni tekshiring. Pensiya tushadigan karta va manzilingizni aniqlashtiring. Staj yoki imtiyoz bo'yicha shubha bo'lsa, yozma murojaat tayyorlang. Shunda siz to'lov kechikishi, ortiqcha yugur, noto'g'ri hisob-kitob va firibgarlardan himoyalanasiz. Agar sizning pensiyangizda muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi masala qiynayapti? Stajmi, karta muammosimi, qayta hisoblashmi, nogironlik hujjatimi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollar bo'yicha alohida tushuntirish beraman. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida bir kun oldin bilgan ma'lumot ko'pincha bir oylik ovora bo'lishdan asraydi.